Yo'ldagi har bir harakat ortida inson hayoti va jamoat xavfsizligi turadi. Afsuski, qonunga bo'ysunmaslik va mas'uliyatsizlik yana bir yo'l transport hodisasiga sabab bo'ldi. Toshkent shahrida sodir bo'lgan shov-shuvli Gentra ishi bo'yicha jinoyat ishi sudda ko'rib chiqildi. Tergov natijalari, video tasvirlarda aks etgan holatlar va suddagi bayonotlar voqeaning asl mohiyatini ochib berdi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Davlat raqam belgisiz Gentra ishi sudda. Ijtimoiy tarmoqlarda yo'l inspektoridan qochgan Gentra 30 ga yaqin mashinani urib ketdi sarlavhali videolar katta shov-shuvga aylangandi. Mazkur jinoyat ishi doirasidagi sudlanuvchilarning advokati esa bu xabarlarni asossiz dedi. Haqiqatan mashina haydab hamma joyda ko'rsatyapti 30 ta emas, 5 ta mashinani urib ketgan bor. Endi orqadan gay qo'yganiga qo'rqib ketib qochib ketgan. Shu boshqa hech qanaqa joyi mashinasida nomeri bo'lmaganligi uchun gay ham oldidan chiqib to'xtatmagan, boshqa qilmagan, orqadan qattiq ovozli aniqa bilan qo'ygan. Yo'l qoidalarini mensimagan haydovchilar harakati tasvirlarga muhrlangan. Davlat raqam belgisiz avtomobil Toshkent shahri ko'chalarida katta tezlikda harakatlanib, yo'ldagi bir nechta transport vositasiga to'qnashgani, ayrimlarga jiddiy shikast yetkazgani aks etgan. Assalomu alaykum. Bugun mazkur voqea bo'yicha jinoyat ishi sud bosqichiga yetdi. Asli qashqadaryolik 26 yoshli ayol va muqaddam sudlangan 21 yoshli yigit kuchli ta'sir qiluvchi moddalar ta'sirida haydovchilik guvohnomasisiz Chilonzor tumanidagi asosiy yo'llarda avtomobilda tartibsiz harakat qilgan. Mashina nomer bez nomer bo'lgan-chi. Shubhali ko'ringanmi bilmadim, lekin nima bo'lgan? Nima qo'ygan? To'xtatmoqchi bo'lmagan, to'xtatmagan ham. Qo'ylab ketgan birinchi. Men mashinani haydadiganim uchun haydagan. Ular yo'l patrul xodimlarining to'xtash buyrug'ini bajarmasdan bir nechta avtomobilga to'qnashib, jamoat xavfsizligini jiddiy tarzda buzgan. Sud materiallariga ko'ra, voqea natijasida bir fuqaro o'rtacha tan jarohati olgan, bir nechta mashinalar shikastlangan. Ekspertlar xulosasiga ko'ra, ular yetkazgan moddiy zarar 10 million so'mdan oshiq deb baholangan. 21 apreldan buyon qamoqda ushlab turilgan sudlanuvchilarga hukm e'lon qilindi. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 277-moddasi 3-qismining G bandi bilan 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 59-moddasining 8-qismi tartibida jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudining 2025-yil 1-maydagi hukmiga ko'ra tayinlangan jazoni qisman qo'shish yo'li bilan sudlanuvchiga uzil-kesil 5 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Erkak sudlanuvchi qamoqqa hukm qilingan bo'lsa, rul boshqargan ayolga nisbatan uy qamog'i jazosi tayinlandi. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 277-moddasi 3-qismining G bandi bilan 4 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlansin. Mo'tabar Nurmuhammedova, Farruh Xudbasarov, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent.